azlarim bitta nimaki, hammamizni mana Xudoga shukr dunyoga bir xursandchilik yaratishga, o'zidan bir narsa qoldirishga qodir qilib yaratgan ekan. Har bir oila, har bir inson betaraf bo'lmasi kerak. Ana shu ikkita mahallamizga keyin hozir yangi ko'cha ochildi. Bor edi, endi kengaytirildi. O'sha ko'chaga mana yaxshi niyat bilan ish boshlagan edik. 4 ko'chalikka birinchi yig'imimiz yo'lniki. Mana shu yo'lniki Xudo xolasa turadi. Nima deydi? Nurafshon qishloq yo'llarini obod qilish jamg'armasi sifatida turadi o'rtoqlar. Mana shu jamg'armaga Jabraliyev Abdurasulni nimasida hisob kitobini olib boradilar. Shunday yordamga bir kerak bo'lsa shundan ishlatiladi. Bugun beray, erta beray emas. Har bir inson xayriya qilsa savobi juda katta ekan. Talab turganimizda 1 so'm, 2 so'm shu yo'limiz uchun deb yig'inglar, yo'limiz uchun deb shu o'zimizni jamg'armaga qo'yinglar. Xudo xolasa qishlog'imiz mana ismi jismiga monand Nurafshon, nurli. Biznikidaqa behisht qishloq yo'q ekan. Behisht dargoh yo'q ekan, behisht rayon yo'q ekan. O'shanga hammalaringga shu iltimos emas, bu har bir xonadonga, har bir darvozaga, har bir qishlog'imiz insoniga murojaatim, betaraf bo'lmanglar. Mana qishlog'imiz aktivlari har kun, har daqiqa mana shu ko'chalar haqida qayg'urib nima qilyaptilar? O'zlarining jonlarini fido qilyaptilar. Hammalariga rahmat, kelinglar. Mana shu bugunda men ham o'zim oilaviy hissamda mana shu Abdurasul Jabraliyev qo'lda jamg'arma fondimizga o'zimning nomimdan mana bugun hozir mana o'tkazaman. Ko'p narsaga befarqlik, loqaydlik bu xiyonatga daxldor masala. Qarang. Ulug' allomalardan birining fikri keltiriladi. Qarang. Do'stingdan qo'rqma. Nari borsa, u senga xiyonat qiladi, seni sotadi. Dushmaningdan ham qo'rqma. Nari borsa, u seni o'ldiradi. Ammo sen befarq, loqayd kimsalardan qo'rq. Ular seni o'ldirmaydi ham, seni sotmaydi ham, senga xiyonat ham qilmaydi. Lekin ularning jim turishlari tufayli dunyoda fojialar sodir bo'ladi.